Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun mana 25-may 2026 yil. Yonimda turgan ukamiz mashhur, hamma taniydi, futbolni yaxshi ko'radiganlar ko'proq taniydi. Fayzullayev Abbosxo'ja ukamiz bugun inshaalloh mana safarga ketyaptilar. O'zbekistonni himoya qilib, jahon chempionatida rizqi nasiba qo'shilgan ekan, bu yil futbolistlarimiz ketishyapti. Inshaalloh Alloh safarlaringni bexatar qilsin. Bugun ulug' ayyom. Ukamizga qo'shaloq xursandchilik. Jahon chempionatining haqqiga duolar bo'ladi muftiy hazratlarining boshchiliklarida. Allohning safaringizni bexatar qilsin. Parvardigori olam jamoamizni qo'llab-quvvatlasin. Inshaalloh O'zbekistonni dunyoga tanitib, muvaffaqiyat bilan, yaxshi o'rinlar bilan qaytishni Alloh nasib etsin. Shikastdan, ofatdan, kulfatdan, baloyi qazolardan hamma futbolistlarimizni qatorida sizni ham Alloh panohida asrasin. Yana qo'shaloq xursandchilik. Kuni kecha ukamizni Fotiha to'ylarida qatnashganmiz. Inshaalloh bir yaxshi xonadonga, bir iymon e'tiqodli, dini diyonatli, juda ham bir yaxshi xonadonga kuyov bo'ldilar. Bizni qadrdonimiz Tojali ukamizni kuyovlari bo'ldilar. Inshaalloh to'yingiz, Fotihangiz muborak bo'lsin. To'y kunlarga ham salomat yetib, to'ylarda inshaalloh xizmat qilishni Alloh nasib etsin. Qo'sha qaring, kelin bilan baxtli, saodatli hayot kechiring. Shirindan shakar farzandlarga ota-ona bo'lishga Alloh sizlarni muvaffaq va musharraf qilsin. Parvardigori olam duo qilamiz, safaringizni bexatar qilsin. Butun jamoamizni safarlarini bexatar qilsin. Sihat, salomat borib, yaxshi inshaalloh o'yin ko'rsatib, chiroyli inshaalloh Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin, kuch-quvvat bersin. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Parvardigori olam sihat, salomat, vatani muborakka qaytib kelishga, yaxshi o'rinlar bilan qaytishlikni, xursandchilik bilan qaytishlikni Allohim sizga nasib etsin. Inshaalloh yana yaxshi kunlarda diydor ko'rishaylik. Parvardigori olam ezgu maqsadingizga musharraf qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Parvardigori o'zing madadkor bo'lgin, safarlarni bexatar qilgin. Rahmatulloh. Salomat bo'lasiz, rozi bo'lasiz vaqtingizga.